Neymiş Fatih dada? Ala, aldıraşlı yürüvatsız. Zaten nemişlarını kıvatsız? Neymiş kılattım, şirket naşları bilen yürüvattım ha. Qandaq? Keynimge sep koygan paylaqçılarınız yalğa yadaq keptin bir eşkini kötürüp kelge oqşmamdı? Paylaqçı? Unda olsa, Armanның işi, yağan iş emas da? Gap qılın ha? Gap qılamatısızға? Zadı bu Arman degen kim o bu, ha? Nemiş qıma İrfan'ı izlep koymaysız balam? Oycan, dada, sualan bir-birlep sormamsız. Bunda sorsanız, qaysı sualınızga nim dep cevap berishni bilenmeydiken ben. Arman kim bulat dey, men şerikim. Şerikim? Ha. Biz bir turni hamkorlashib qilayotgan, shuni ushtirib tutmayotdi. Yağan. Siz muş işini akıllı so'zish uchun qasddan mushla qilyapsiz. Meni bilmay deb qolmoqchimi balam? Dada, men uni bilan rost hamkorlashyaptim. Iqtisod yetishmay matur hal bo'lmayotdi. Balam. Bir dadıvoğa adamning qizi bilan 100 taran turib to'y to'g'riliq paran qilmoq nati biyat to'xtaydi ekan. Ben sizga deb qo'yay. Bu İrfan'ның atalari nati isli haqlar. Men ular bilan nati yaxshi o'taman. İrfan o'zimi nati isli bala. Uningizga men yaqinda men bilan shunda yaxshi hamkorlashyapti. Shuning uchun İrfan bilan to'y qilishingizni men qaror qildim. Uni pat-pat izlab turing balam. Men uni bilan ko'rsammi bo'ldi shundaqo? Yo'q. Ko'rsangiz bo'lmaydi. Tümeni qizg'in so'qishimiz kerak. Bu tan degan jonda to'rayavermaydi jinim bala. Meningmi salomatligim kundan-kunga nacharlashyapti. Bo'lsa, sizning to'yingizni o'z qo'lim bilan chiroyli qilib versam, menmi bir xotirjam bo'lsam-ka deyman balam. Ma'qul, deginingizda qilay dada. Balam, unda bo'lsa, va'dangiz tursiz a? Lekin dada, mening bir talabim bordi. Qo'shilasizmi? Nima talab? Men turni bitirib etmasam, qo'lim boshqa ishga bormaydi-ku. Bu turga faqat 500 ming ko'lam kamlab qolgan. Berib tursiz-ku? Hey bala. Tijoratchining qizi dersiz, ha? Bo'ladi balam, berib turay. Siz pulni qancha hisobotga urib bersiz? Siz xotirjam ishingizni qilavering balam. Men moliya bo'limdagilar sizni izlaydi. Ma'qul. Amsa ishimiz deyishgandek bo'lsin. Menga bergan va'dangizni unutib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling, ha? Bir shum xabar vatdi deymi, demaymi? Nima shum xabar? Sen ishkirga borolmaydigan bo'ldi. Nima? Voy, nemishqa? Soat nima qilib bo'ldi? Tushuningdek yaqila. Ey qara, sen lozimlik pulni men tayyor qilib qo'ydim. Rostmi? Albatta rasulida. Bu pullarni nerdan amal qildi? Hey, uni bilan nima qara? Yo'q,
Mening demoqchi o'g'lim, ertaga sening men qilgan bu yordamlaringni men qaytara olamanmi demoqchi. Qara Arman. Onu unutib ket. Şunun o'zi menga javob qaytaradi. Vay Aynur, sen nerede? Hey, bu qayıqıvatıdı. Barayның tamaqtımaqtıda әкеп berələrmi? Әкеп берәләме? Барайның тамағыңыз не? Асмандың пычақ жақсымы әкеп береді? Şunda mı? Şunda. Sizдің еніңізгі бары мә? Күлдірмам ямғырдым мı маңы мә? Сөмкамғы мәкем сіліп тамағыңыз? Қиш жаз соғықтым мı маңы мә? Мәйл ұзы мәйл қысқы мұсапты. Әр вақыт сізге мұллазым әтті. Мәйл веспік мәйл маңа киятты. Bir demde ayal bulmay bari men. Men baray, tez baray, çok baray. Yanınızı kalmalı men baray. Tez baray, çok baray. Baray. Nim bo'ldi jiddiy izlab qopsan bu. Ben bu izlemeydigen, lekin izlemsem bulmaydigan iş çok kaldı. Nima ish bo'ldi dedigina? Armandan şidan xabaring bordu. Armanning ishida? Nima ishida? Muhabbetlashayotgan ishida. Muhabbetlashayotgan ishida? Sen buni nereden aldın? Anlamdım, öz gözüm bilen gördüm. Xato ko'rib olmagansan. Senim işte işenmeydi deb isbotlarni to'liq aytgandim. Qara. Voy Sabah, bu mumkin emas. Sen bu qizni tanımsan? Biroq sen bularni nada ko'rding, nima ish qilib dibdi-ki? Ben senden so'rayaptim, sen bu qizni tanımsan? Sabah Armanning savoqdishi. O men uchun Armanni qoyil qilmoqchi bo'lgan. Qoyil qipti, bak qoyil qipti. O qizchi o'zi uchun qoyil qilib tayyor qipti mana. Jiramay. Nega? Men Sabahni cho'qim izlab topishim kerak. Hey Aynur. Sen chun işte aldıraqsanlik qilsang, hammanimda ziyon tortsan. O'zing besval. Ams qanday qilishim kerak? Hozir sening qanday qilishing kerakligini uqmayman, ammo nim qilmasliging kerakligini uqaman. Ams qanday qilmasligim kerak? Hozir Armanninki erkin vaqti kim bilan aralashadigan. Hozir ularning orasi qistirilib kirsang, ziyon tortqan. Uning ustiga u qizmi oddiy qiz emasga. Oddiy qiz emasga degan nimasi? Baya anglashimcha, u qiz Armanga 500 ming ko'yal qilib qo'ydim dedi. Demak puli var ekan, qosh ko'zim xil joyida ekan degina. Hozir bundaq aldiraqsanlik orasi qistirilib kirsang, aniq ziyon tortsan. Ams qanday qilishim kerak? Acaba sen Arman bilan yarashmoqchimi? Yarashmasligim kerakmi? O'zing yaxshi o'ylan. Nimishqa? Qara adash, hozir turmush ayollarning badli, erlarning beparvoligi orqali saqlanib qoldi. Uning ustiga Armansining ko'klandan ching tutib oldi. Keyin birga o'tab qolsanglarmi, cho'qqim yuzingga saldi. Menga yuzingga sap yashaydi. Shu bu ishni yaxshi o'ylashing kerak. Lekin men Armanni hargiz qo'limdan chiqarib etmayman. Arman omini menim. Ha, bu turincha size herkes başqalarga verishni o'ylashmang. Ha, siz uningda xotirjam bo'ling. Pulni men buga ertaga taxlayman. Anarki siz bilan ko'rashgancha bevoslan budilib bo'ldi. Qanda? Voy xotirjam bo'ling. Men ishini bulamda ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshi oldi. Erpan, men sizni ozroqmi yoqtirmayman? Ozroqmi yoqtirmayman? Aştabız kızı. O'ylab baxmamsiz, siz meni yaxshi ko'rsangiz, men sizni yaxshi ko'rsam, nima oqibat kelib chiqadi? To'y qilish degan oqibat kelib chiqadi. Men hozir kayfiyatim pek yaxshi ko'raman.
sizning meni asta yaxshi ko'rib qolishingiz mumkin. Mening sizni yaxshi ko'rib qolishim mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Chatoq yo'q. Siz cho'qim meni yaxshi ko'rib qolasiz. Neymiş qanday deysiz? Suyulishdi muhim debdi. Bir gap bor. Baxtsizlik suyulmaslikdan emas, suyalmaslikdan deb. Bu nuqtani aytganda siz baxtsiz. Men intayin baxtli. Rost. Elqi sho'piringiz bugun kelmabdi. Osh kelgan bo'lsa, men u yerda tang o'ynagan bo'lsa qiziydi. Qarang. Sizga yana desam, yana o'xshash, ishkimiz faqat mos kelmaymiz. Shu ishkirimiz vaqtimizni isrof qilgandan ko'ra, o'zimizning maydonni cho'nglarga ifodalasak bo'lmadimi? Bu ishlar shuning bilan tugasin. Ikkimizning ishiga cho'nglarni aralashtirib nima ish qilamiz? Bu o'yinni faqat ikkimiz o'ynaymiz. Siz gap tushunamsiz, tushunamsiz. Men ikkimizning ishi mumkin bo'lmaydi deyapman. Hargiz mumkin emas. Men ashunda mumkin bo'lmaydigan ishlarni qilishga amroq. Ha, ma'qul. Qolgan gaplarni sal turib deyishaylik-a? Voy, siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Do'stlarim bilan o'rtog'ida kelgan, qaytay deb chiqsam siz tursiz. Ha, jura, men opirib qo'y. Opirib qo'ysangiz qo'y bo'ldi. Biroq siz avval men bilan bir yeyib bering, siz ko'rsatgan narsa bo'tdi. Nima narsa? Borganda bilasiz. Jiq vaqtdan olmayman. Bu yerda nima ish qilamiz? Bu ish juda muhim ish. Uning ustiga odamcha xiyada qilsak kelmizga yaxshi emas. Shuning uchun xali joyini topadi. Telefonimni shaqib qo'yamdi. Men sizga ishonganki, siz menga ishonmamsiz sabah. Chiroq. Oy, qiziqqa choy damlab kiray-a? Ha, ma'qul. Bak ama baribir ovozing anglanmaydi. Men sening yog'a yaldoq gaplaringni to'la anglab ketgan. Bugun sen meningkini anglaysan, tushundingmi? Shunga zuvaningni yig'ib angla. Gap boshlashdan burun sana bir narsa ko'rsatay-a? Ko'rdingmi? Vaqama mikrofonning ovozi itik.
Bugün sen sözlemeysen, bana men sözleyme. Tushundingmi? Qara sening qilgan ishingni. Qara sening qilgan yaxshi ishingni. Shumi odamning qiladigan ishimi? To'g'ri, mikrofonni ovoz edik. Bugun sana gap qiladigan fursat yo'q. Fursat bo'lgan taqdirdimi, seni bugun gap qilg'izmayman. Mana men so'zlayman. To'g'ri, men xatolashdim bir qitim. Ammo buninglik bilan meni eski degil olmaydi. Sana o'xshash axloqli qiyofatiga kirib olganlarning hammasi axloqli emas. Uqdingmi? Vaqt soat kelganda, hissiyat, manfaatning oldiga kelganda, o'zing tillaydigandimmi, bekbeshiriga aylansa. Tushundingmi? Resvo. Amaliyot eskadam qo'rqinchli emas. Aksicha, sana o'xshash yaxshi qiyofat kirib olganlar eng qo'rqinchli bo'ladi. Odam emas, ishplos, resvo. Sana o'xshashlar oq ko'ngillardan, hojatmanlardan foydalanib, ularni aldaydi. Biroq sendeklarga shu sana shindiganlarni aldindi. Tushundingmi, resvo? Bugun sening qilgan ishing o'zingni qaytadan to'nib chiqish. Unda qilmaydi ekansan, sana hech qanday fursat qolmaydi. Bo'lmaydi ekan, mishadi sesib tugaysan.